Bismillahirrahmanirrahim. Bu hayotning ziynati. Azizlarim, baxil bashorat assalom. San'ati so'z naqshi bu. Nuri hidoyat assalom. Sifati bilan jahon aqliga ne'mat assalom. Barcha insonga barobar yaxshi odat assalom. Qarang, to'yda bugun Maqsudaxon turadi bugun to'yda. Biz ochilgan gul bo'lib. Endi davramizni bugungi asas sababchisi, to'yning bugungi malikasi hurmatli Maqsudaxon avvalambor to'yda bugun sizga salom assalom deb azizlarim, mana shu bugungi yaxshi to'ydan boshimiz endi. Avvalambor assalomu alaykum aziz mehmonlar, uzoqdan yaqindan yaxshi niyatli qavm qarindoshlari. Assalomu alaykum otaxonlar, akalar, xizmatdagi og'alar, akalar, hurmatli opalar, bugun to'yda hammamizni xush kelibsizlar deymiz. Yana bugun mana shu Oqimobod qishlog'ida bugun yana bir navbatdagi mana shu elda, mana shu elotda, mana shu yurtda shu xodim mana hammamiz bilgan, mana hammamiz ham hurmat qilgan. Mana elda, mana yurtda shu xodim xizmatlarni qilib, hayotda bir o'g'illi ham qizli bo'lib, bugun sevinchli bir navbatdagi mana qizlarni boshlab o'tirgan to'yni mana albatta elimizni bugun faxri bo'lgan. Elda, mana yurtda xizmatlarni qilib, bugun mana dasturxon yozib o'tirgan. To'yda bugun shu boshdan necha aytsak arziydi. Kamlik ham qiladi. Men avvalambor bugun hammamiz bajim Niyozmat og'amizni bugun Sadat Chopon uyida sevinchli bir navbatdagi farzand to'ylarida bugun mehmondamiz. Albatta bugun havomiz ham yaxshi, mana bugun yoz fasli. Bugun qizlari Maqsudaxonni, men qiz bazmi, ertaga mana shu yangi hayotini uzatish bugun ertaga bir baxt to'yi bilan tabriklab qolamiz. Endi hurmatli mehmonlar, albatta bilamiz, har gal to'yda aytamiz. O'zbegimizda udumlarimiz dim ko'p, tilaklarimiz ham dim ko'p, yaxshiyatlar ham bor. Bugun shunday to'yda o'tganlar ham yodlamasdan azizlar o'tmaymiz albatta. Bizlar uchun bu ham qarz, hamma farzdir. Bugun to'yda oramizda mana o'tib ketgan mana marhum Salayjon bolalari, aziz mana marhuma bo'lgan mana shu bog'i gul momonlardan, marhum Matkalim otamizni ham hurmatli mehmonlari. O'tgan mana marhuma shu oilajon onamizni ham bugun yodlab o'tamiz. Mana shu o'tganlarni hayotda bundan keyin hurmatli mehmonlarim, shu hammamizning ham ruhlari bir-bir shod bo'lsin. Qolaversa, bugun to'yda men xizmatda qilib yurgan, to'yning egalari bo'lgan hurmatli Nurmamat og'a sizlarni ham, Mamajon ammalari, Maqsudaxonni, Sonajon ammalari, Jumagul ammalari, Isoqjon doyim, Abdurahmon doyim. Hammangiz ham mana shu bugungi navbatdagi jiyan to'ylari muborak bo'lsin demazim. Endi hurmatli mehmonlarim, marhamat bugun davramizni bugun to'yimizni boshlaymiz. Bugun endi men to'yda ilk so'zim mana shu Niyozmat og'amni bugun Sadat Chilapomni, sevimli va qizlarni bugungi hamma ertangi men katta baxt to'yi bilan tabriklab davramizni bugun men mehmondan men ilk so'zni bugun shunday yaxshi kunda men so'zni men Yangalib qishloq oqsoqoli davramizni bugun mehmonda men Abdullayev Ozodjon akamizdan to'yda bugun to'y tilaklardan ham istaklarini eshitib mana shu bugungi davramizni ham ochib berishdan iltimos qilib bugungi to'yimizda davom qildiramiz. Marhamat. Muhiddin rahmat.
Assalomu alaykum. Aziz vatandoshlar, yurtdoshlar, hamshirlar. Mana bugun Yangi tumanida Oqmo'l shifoxona bazasida nafaqat mana shu Oqmo'l balki tumanimizda, viloyatimizda hurmatli e'tiborli onalardan biri bo'lgan rahmatli qolaversa beyazlarga sadat chaqiriqlarida uramaydigan musulmon shoirimiz bu muhammad qadamda sizlar bilan bir ajoyib kunda ajoyib davrda bizdan bizning bo'lganimiz man o'zim boshdan istaradim beyazlar sadatcha xudoshukr hamma qardoshlarimiz bilan analizimiz bo'yicha muvaffaq qilishlar o'zim nomida oilam nomida sizlarga tabriklayman. Qizimiz uzoq emas, mana shu shaharga qizlik bolalar joyi o'zini vaqti bilan borsin, vaqti bilan borsin, sevinch bilan borsin. Kelasi shahardan burun niyozat boshqa, muhammad boshqa barcha qarindoshlarimiz shunday mehmonlar birgalikda farzandlar bo'lmagan tarbiyat bo'lish hammamiz nasib qilsin deyman. Bu oila to'g'risida gapirgan bo'lsak, bu oila mana shu bir aziz oila. Mana yazman ukamiz, hayotimiz ajoyib bilim olib, rasulullohga yordam bo'lib, keyingi vaqtda sobiq tuman prokuraturasini ishladi. Mana shu Oqmo'l katta maktablarda shu ishlarni bajargan tarbiya berdi. Mana ikkinchi marta xalqimiz katta ishlash bildirib va shu tumanimizning katta qishloqlaridan biri bo'lgan Oqim Boboy qishlog'i darg'asi qilib, qishloq do'konlar yig'ilish qilib, oson qilib sayladi. Buni ichida shuki yazmalar ishchi, tashkilotchi, yosh oilada tarbiya ko'rgan, qolguvchi, el uchun xizmat qiladigan, elimizning xalqimizni e'tiborida bo'lgan, e'tirofida bo'lgan, hurmatida bo'lgan ajoyib ukamiz. Bir ko'ylak chiqmasa, qachon qarasangiz tezbatda mana shu qishloqni bu bunchagina ko'rsatilgan, qolguvchi, el uchun yugurib kelib, xalqaro halol sirtdan xizmat qilgan ajoyib inson. Yazmat to'ylar bo'lmasa, mana bu shabab uchinchi qizimiz chiqaryapsiz. Mana bir o'g'limiz qaradi. Uğraşıyor. Mana shu qizimizdan belki sağlamını şu yapsın. Mana shu o'tirib do'stlar bilan qarindoshlar tabriklar qilishimizni bersangiz. Yana bir marta mana shu tuman ichki ishlar bo'limi farqli kengashi ismida Muhammadni tabriklayman. Muhammad ajoyib inson. Kendisi kendilerine bana ichki ishlarga qilib xizmat qilgan berganlar ishlar qilgan Muhammad Sakirberdi. Hammamiz uchun yaxshi kun yetkazsin. Qiz chiqarish, uylantirish, bolalarni surat qildirish, ajoyib hammamizga nasib bo'lsin. Hammamiz oilamizda yaxshi kun bo'lsin. Aziz mehmonlar, men to'ymoqchi bilanlar. Uzaklaşsam buradan yazdıkça ben ayakla müzik yaşayan, müzik şöyle şeker, acayip Allah'ın toymaları çalışmalarını boyumuzdan hoşçakalın yetişip çıkan Çazan'la Selahattin Gölü kalabalıklar Rozanlar başın Selahattin Çıkıray'da Rızmak var, sizler bakar Oqmo'l qishlog'ida balki tumanimizda viloyatimizda Azim san'at kunlari kabi hurmatlarni ular yashayotgan xizmatisi nasib qilsin. Hammamiz uchun yaxshi kun yetkazsin. Azim Muhammadning qachon boshi muhibin ajoyib so'z so'radi. Yamanatda bo'lsa, Oqmo'l bo'lsa, Alvasada bo'lsa
Tumanımızdan ve biz toylara baktık. Toydan barışçılık ediyoruz. Selamat bo'lib, hozirchalarga katta rahmatlaringizni uchun aytganingiz sizga ham hammasi ro'yobga bo'lsin. Bundan keyin nomlarimiz uyda faqat to'ylara kelib, tilayotgan aytib o'tirmoq aziz majid Oqsaroy bo'g'arimizdan hammasidan yana bir aytamiz, nasib qilsin. Yana aytamiz, niyatma tog'a. Endi avvalambor ustamisiz, domolaimisiz, oqsoqolimisiz uzoqdan so'ltirsin. Shu qizingiz ham shu Marimashi Qarmish elindagi bir go'zal ko'ringan baxti gelin bo'lsin. Shu kuyovimiz bilan ikkalasi sizning serfarzand bo'lsinlar. Bundan keyin shu qizingizni martabasini bir umr ulug' bo'laversin deymiz. Salomat bo'linglar. Endi marhamat davramizning bugungi shohir malikasi oyi ham quyoshi hurmati Maqsuda xonim. Avvalambor endi o'tirishingiz mumkin ekan. Katta rahmat to'yda bugun hurmat uchun aytamiz. Siz baxtli bo'ling, taxtli bo'ling. O'g'il qizlaringiz hayotda dim ko'p bo'laversin. Endi men sizni gelin qilib kutib o'tirgan mana shu Qarmish elini mana shu ustozlari bo'lgan mana shu Amin boy akamdan, Hayitchin opamdan tabriklayman. Siz deyni Maqsuda xon ismli boshshoshoq, dilyumshoq farzand gelinlar to'ylar bilan. Marhamat Maqsuda xonim. Yana aytamiz, o'tirishingiz mumkin. Katta rahmat to'yda bugun hurmat uchun. Endi bundan keyin men ko'rib Jahongirbek ham so'nsin. O'z baxtini topganligi bilan Jahongirbek ham elindagi bir göze görüngen baxtli bir giyi bo'lsin deymiz. Bu olamning avval panohi haqqi a'lo ko'klimdadir. Yer ko'kning sirdoshi Rasululloh ko'klimdadir. Girdi xavrin olam millet üçün buldu kalkan tali nazar salgan insan bir sima könglimdedir. Salgan insana bir sima könglimdedir.
sakit nova gönlüm Tarus rahmet regen sıfır sakit nova gönlüm Baksam yerken yana Buz taşla Kökke baksam yerken yana Buz taşla Tavakla bulgan mı? Ha gel gel.
Eğer dostlar yılsam Bırbırın hayati olmaz Eğer dostlar yaşananlar Yarni tecrübeli olmaz Yumuşanır mağluş benim Bir kabasta kısretim olmaz Vatanım ayrılık yılmıyor Belki yatim olmaz Aynı bende bülbülüm Şamansız seyretim olmaz Adam gittim kayam gittim Beyazlar bu kalmasın Vatanım coşkular girsen Başıma güzel bir nasip Vatanım ayrılık köyüm Belki gayretim bulmaz Aynı bende bülbülüm Çemensiz seyretim olmaz Vatansızlar har kavim Gidip başın sana yıllar Eğer ki devletin kavim Fakir olsam da bana yurdum Tacı tahtım varar kavim Vatanım ayrılık köyüm Belki gayretim olmaz Bende bülbülüm Çemensiz seyretim olmaz Ay, 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 ay,
destek Balkan seyahane Canım çeken bulup seni severdim Akıl seni erküdü ben de bana Bizden eğildiği kalbim şuri Ay göğüşün şırağır sen güzel nuri Cümesine çılgarı alanlar kuri Akıl seni erküdü ben de bana Hani bu garip gönlüm siz ağır Senin yanına
kişire telhanam Sen bolsan gel Züleyhanam Muhabbet kişire telhanam Bir bazarda Yusuf'dik Satılgenen versen Bir bazarda Yusuf'dik Satılgenen versen Yarlardan ayrılgenen bensen Sendek dost yarlardan ayrılgenen bensen Haydi Hasan Hüseyin'e Kimge sussun güzeline Haydi Hasan Hüseyin'e Kimge sussun güzeline Üzmeyim de üzerine kavurgen bensen Üzmeyim de